Xo'sh, hamma narsa tayyor. Bo'ldi, endi ko'chaga chiqib. Voy, nima bu? Qo'shnimning uyiga nima bo'ldi? Skeletlarmi? What the heck? What the... Hazır. Basharang qursin, apa-bingni qo'rqitib yubordi odamni. Voy, yuragim. Qo'rqib ketdingizmi? Yuragimni tomir tortishib qoldi. Bo'pti, kalicha eshitdik. Shu tunda ham shunaqa hazil qiladimi? Bo'pti, kalicha ketdik. Oy, mozam bo'lmayapti. Oy. Ketdik, ana jitirli. Piknik qotdi, o'shalarga boraylik. O'shanga tayinlayotdim. Oy, beparasat bo'pti. Unut. Barchalarga xayli tunmi nima bolalar? Mak uchi. Mana u. Alvin yana keyingi safar shunaqa hazil qilgan bo'lsang, basharang yoraman, tushundingmi? Muzikada aytdim o'zim anaqa jonli ijroda. Bo'pti, yur, aytib ketasan, o'zingni o'jitlab. Odamlarni to'ylarida qo'shiq aytib yuribman. Sen muzika aytmagan sen. Bechara bulbul ham sayr olasan muzika aytsang. Bu ana jitirlar o'tirishdi уже tayyor piknikka. Xo'sh. Oppa. Ila Alvin keldi, ana bo'ldi. Endi hikoyani boshlaysanmi, jitil? Qanday hikoya? Qo'rqinchli hikoya. Bunday tushani men necha marta ko'rganman. Menga o'tirib olay. Xullas, bitta Omonxon degan youtuber bo'lgan ekan. Taniyman-ku. Hakka gapi eshitgan hozirgacha? Xo'p. O'sha brat kanaliga o'zini challenge har xil videolar qo'yar ekan. Lekin bir xil Omonxon prosmotr uchun Darknet saytidan yovuz qo'g'irchoq masqaraboz zakaz qilibdi. Uni o'ldirishga masqaraboz kelibdi, lekin Omonxon kontent uchun undan bekinib videolar olibdi. Lekin Omonxon bir kun bitta xonada qamalib qolib ketibdi u bilan. Keyin uni o'ldirib tashlabdi. Xo'p, gapir. Xullas, endi u qo'g'irchoqni Omonxonning do'stlari topib, qo'g'irchoqni o'ldirgandan so'ng u qo'g'irchoqning ruhi Minecraftda izg'ib yurarmish. Qo'rqanim yo'q, shu ham qo'rqinchlikmi? Shu ham onada yuribsan endi, jitilan, yertagingni nima aytasan? Shu ham qo'rqinchlikmi? Bu baqaganga cho'chib ketdim просто. Shu ham qo'rqinchlikmi? To'g'rimi? Shu ham qo'rqinchlikmi? Qarada, ishonmasang ishonma. Ishonmaysanmi? Lekin Darknetda anaqa yozilgan, nima deydi? Qanday chaqirishni uni? Farqi yo'q, sinab ko'raman. Davay $100 so'raysanmi? Davay, lekin xato ish qilyapsan. Endi farqi yo'q, bu Darknetdan saytini tashlab qo'yasanmi? Da. Bo'ldi, asabizlar ham ketdi uy, короче. Voz qilaman shu ishni. Bo'ldi. Yutqizsang $100 emas, $200 berasan. Bo'ldi. Bo'ldi, men unda Odamlarni to'ylarida. Zaynab, xullas, endi borib biz notebookdan ko'ramiz qanday chaqirish kerakligini va kerak narsani olib chaqirib ko'ramiz. Bo'ldi, asabizlar bilan. Men hech narsadan qo'rqmayman, maso endi qo'rqagan narsam bor. Unday lekin cho'pchaklarga ishonmayman-da. Xo'sh, Alvin sana uying kirib damin ol, tak notebookka tashlab olgan bo'lishi kerak. Bu mana kelibdi, tak o'qiymiz. Xo'sh, o'qiymiz. Galvas. Yo'qol. Men skladga olib keldim. Hozir nima kerakligini bildim. Bola, hozir bu narsalarni hammasini olib kelaman. Skladga borib, xo'sh, tak. Skladda dechmasam bo'lish kerak edi hamma narsa. Hoppanya. Xo'sh, tak. Xo'sh, faqat shular ekan, bo'ldi, bola, topdim. O'zim keladigan narsalarni topib oldim. Qandaydir bir uch burchak, bir yulduz. Mashina chaqirib ko'ramiz, bir moyaga shayga qo'yar ekan. 4 ta tarafiga skeletni kallasini qo'yar ekan. Tushunarli, bo'ldi. Xo'p, endi yozuvlarni eslab olaylik. Tak, ha, bo'ldi. Lapa. Señorita Potato, qani paydo bo'l. Boshim aylanayapti, nimagadir. Oy, yiqilib tushdim. Oy, bo'ldi. Hech narsa paydo bo'lgani yo'q. Jitilni cho'pchaga aytar, hech narsa paydo bo'lgani yo'q. Atak meni lekin uyqum kelyapti. Hech narsa paydo bo'lmadi. Buni ertaga qo'yaman. Uxlayman. Bo'ldi. Hech narsa paydo bo'lgani yo'q. Voy, kimdir taqatyaptimi?
Hozir. Kim o? Soat tungi 3'te kim taqalatyapti? Oy ishga uyam o'qilyapti. Yaxshi kirib uxlay qolaman. Soat tungi 3'te kim taqalatyapti? Mayli, yaxshi yotib uxlaganim yaxshi. Voy, boshim otilib ketyapti-ku. Nimaga bunday boshim og'riyapti? Barchaga xayrli tong bo'lsin, sizlar bilan boshim otilib ketyapti. Kechagi ishlardan so'ng kecha g'alati nima ishlar qildim o'zi? Bo'ldi. Jitalar bo'lib masxarabozman dedim, hamma narsasini qildim. Tak xullas asab bo'lyapti. Hamma esimga yoshlarsa agar tozalashga chiqaman. Xo'sh, agar tozalashga chiqqanman, menimcha bu xatmi bu? Mayli, mana bu yerlarni to'g'rilashim kerak nima? Sen iylamisan? He. Of, o'zi kecha ish qilmaganimda jitlar endi prank qilishni boshladim bola. Endi menimcha jitlar meni qo'rqitishni boshlayapti endi o'zlaricha. Xuddi masxaraboz borday ko'zlarini masxara. O'tgan safar ham mana shunaqa prank qilishdi. Bitta anaqa bilan. Menimcha yana prank qilishyapti. Точно 100 talik. Xo'sh, tak. Endi bularni qilib, merni oldiga tashlab kelib, yaxshi tekshirib. Uyqulanib ketyapti. Xullas, merni oldiga tashlab kelaman. Yomon jitlar prankchida o'zi ham. Tak. Meraga kirsam bo'ladimi? Kiraveringlar. Xo'sh, assalomu alaykum. Meraga yaxshimisiz? Yaxshi, mana sabzi karishka olib keldim. Menga bir xizmatlar bor. Xizmat yo'q, kecha nima qilyaptiding? Xullas, jitlar qandaydir bir masxaraboz haqida gapirdi. Omonxon degan youtuber chaqirgan to'da o'shanaqa Minecraftga qamalib qolgan, ruhi dedi. Ertaga shamma unday narsa. Bo'pti, jota uyqung keladi, uxlamaganga o'xshaysan. Uxlab kirib, mayli xo'p, menaka. Bo'pti, davay. Xo'sh. Shundoq bolalar, boshim otilib ketyapti. Yaxshisi yotib uxlaganim ma'qulroq. Noda, paka mana bu yerlarni yig'ishim kerak. Xo'p, kitob, yana kitob. Yozordim. Yana kimdir narsa tashib ketdi qanday. Kechqurun olishga tayyormisan? He. Bunisi otib tushdi endi, jitella. Ko'zimga nimadir ko'rinadi u daraxtning ortida. Daraxtning ortida nimadir bor. Borib ko'rish kerak. Voy, kim bor? Voy. Hech kim yo'q. Bo'lanimcha kechaga unaqa har xil yomon so'zlarni aytgandan keyin ko'zimga har bola ko'rinyapti menimcha. Yaxshisi uxlaganim ma'qulroq menimcha. Yotib uxlayman yaxshisi. Nuda. Mana bu kitoblarni lavaga tashlab yuboraydi. Bo'ldi, yaxshisi tishlik kerak bo'ldi. Bo'ldi. Yaxshi yotib uxlayman. Bo'ldi. Yaxshi uxlaganim ma'qul. Lekin ko'nglim g'ash. Ana o'sha chaqirgan narsamni yo'qotaydi. O'shani yo'qotsam menimcha yaxshi bo'ladi. Cho'ta ko'zimga nimadir ko'ringandek bo'ldi. Masxara, bozmada tasqara bir yaxshi men ularni yo'qotganim ma'qul. O'shanda menimcha hammasi o'ziga qaytadi. Bo'ldi, mana shularni yo'qotganim ma'qulroq. Xo'sh, tak. Mana shularni yo'qotsam, balki hammasi o'z iziga qaytib ketar. Bo'ldi, mana buni ham yo'qotib yuboraman va buni ham tashlab yuboraman yaxshisi. Buni ham tashlab yuborgan ma'qul bo'ldi bolalar. Ana endi menimcha hammasi o'z iziga qaytib ketadi. Bo'ldi. Xudo xohlasa hammasi o'z iziga qaytib ketadi. Kirgan joyga qo'yamiz va ana endi bemalol o'ynashib olsak ham bo'ladi, yotsak bo'ladi. Mana endi mazza qilib uxlayman. Lekin. Nima? Nimadir turibdi uyim orqasida. Nima turibdi? Hali ham qo'rqoq bo'lasan, ha? Yur, yaxshisi orqa tarafingdan chiqamiz. Hali ham qo'rqoq bo'lasan, Alvin. Hali ham qo'rqasan hammasidan. Qani, qaysi tarafda? Mana. Qani, bunday qichayotdi, qani, tak. Voy, kimsan? Bu masxaraboz, men ketdim, yaxshi bu yerga masxaraboz-ku bu. Alvin, anu jitlar aytgan masxaraboz. Yo'q. Mana kir. Jitlar aytgan masxaraboz-ku bu.
Politsiya qo'ng'iroq qilish kerak. Berkina. Politsiya, Berkina. politsiya. Berkina. Politsiya chaqir, politsiya. Politsiyaga tez politsiyaga telefon qil. Ko'tar. Alo, Minecraft politsiyasimi? Minecraft politsiyasi sizni eshitadi. Tez 67-chi qishloqqa kelinglar, qonun masxara bizni ta'qib qilyapti. Bo'ldi, hozir boramiz. Agar yolg'on gapirgan bo'lsangiz ko'rasizlar. Hop. Bo'ldi. Alo, biz keldik. Sizlar qayerdasizlar? Bo'ldi. Bitta kuzinson oldimiz. Bo'ldi. Salom. Sizlar telefon qildinglarmi? Da. Hech qanaqa masxara yo'q. Biz qishloqni tekshirib chiqdik. Uyimi? Da. Sizlar bizni yolg'on chaqirib qilgansizlar. Prank qilyapsizlar bilmayman. Rostdan dalilingiz yo'q axir. Yo'q, mana telefonga kameraga Xolos, siz bizga prank qilamiz. Biz yoqsa keta qolamiz. Yo'q, unday qilmanglar. Yoqsa ketganimiz ma'qul. Iltimos, yo'q.